meni millatim boshqa, o'zbek emasman, короче. O'zbeklar o'zini muammosi bu deydiganlar. Hozir Yaponiyada bir ikkita o'zimizni O'zbekistonlik bo'lgan qora ko'zlar men bilan o'zbek tilida gaplashishga kelmadi. Nimaga? Bular uyalyaptimi? Sen bitta narsani tushunishing kerak. Mamlakat tilidan uyalishga aslo haqqing yo'q. Bu birinchidan. Ikkinchidan, agar sen tilingdan uyalayotgan bo'lsang va o'zingni boshqa millatdanman deb hisoblayotgan bo'lsang, biroz adashasan. O'zbek, qozoq, qirg'iz, tojik degan millatlar to'g'ri, ular millat sifatida bir shakllangan yo'nalish bo'lishi mumkin, lekin sen tatar bo'lasanmi, o'ris bo'lasanmi, tojik bo'lasanmi, O'zbekistonda ekansan, O'zbekistonda qanaydir muammo bo'lsa, senga ham va oila a'zolaringga ham albatta ta'sir qiladi. Shunday ekan, biz o'zbekman, qirg'izman, tojikman emas, shu o'zbekistonlikman degan bir iborani qachon bir qo'llay boshlaymiz. Birorta bir millat yo'qki, birorta pasportini olgandan keyin bu boshqa millat ekan, короче, demaydi. Bizlar ham bunaqa deyishimiz shart emas. O'sha eng muhimi aytmoqchi bo'lganim mana ularingdan o'zbek tilidan uyalmanglar. To'g'ri, endi misol media vakillari ham uyaladi deyishingiz mumkin, endi ukrini ko'rib tuzatadi.